Qiyomat kuni hamma bir qayta tirilgandan keyin saf turishar ekan. Jinlar, odamlar, malaikalar safi. Alloh taolo balog'atga yetmagan musulmon bolalarni safini qildirib qo'yar ekan. Ana o'shanday paytda Alloh taolo aytar ekan Jabrail alayhisalomga: "İzhab va adkhil atfalal muslimin fil janna." Balog'atga yetmasdan nobud bo'lgan musulmon bolalarni hammasini eng avvalo jannatga kirgizinglar derkan Alloh. Shunda haligi bolalar hammasi dodvoy deb yig'lashar ekan. Alloh taolo aytar ekan: "Nima deyishyapti bular?" Ular aytishyaptiki: "Ayna abauna va ummahatuna." Otalarimiz qani, onalarimiz qani deb yig'lashyapti hammasi.